Assalomu alaykum. Siz bilan Mahmudov Muhammadxon. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar kursimizni boshlaymiz. 3-amaliy mashg'ulot. Ko'rsatkichlar bilan ishlash asoslari. C++ dasturlash tilida ko'rsatkichlar, pointers, xotira bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkonini beruvchi eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar kursida ko'rsatkichlarni o'rganish juda muhim. Chunki bog'lamli ro'yxatlar, daraxtlar va grafiklar kabi dinamik tuzilmalar aynan ko'rsatkichlar yordamida quriladi. Ko'rsatkich o'zida biron bir qiymatni emas, balki xotiradagi o'zgaruvchining manzilini saqlaydi. Bu xususiyat xotiradan samarali foydalanish va dasturning ishlash tezligini oshirish imkonini beradi. Oddiy ko'rsatkichlarni e'lon qilish. Ko'rsatkichlarni e'lon qilishda ma'lumot turi va yulduzcha belgisidan foydalaniladi. Masalan, init yulduzcha ptr ko'rinishidagi e'lon qilish ptr nomli ko'rsatkich butun sonli o'zgaruvchining manzilini saqlashi mumkinligini bildiradi. Ko'rsatkich e'lon qilganda u dastlab xotiraning ixtiyoriy nuqtasida ishora qilishi mumkin. Shuning uchun uni har doim 0ptr yoki aniq bir manzil bilan initsializatsiya qilish tavsiya etiladi. E'lon qilishda avval o'zgarish turi, so'ng yulduzcha belgisi, keyin o'zgaruvchi nomi yoziladi. Agarda avvaldan uning manzil ko'rsatkichini 0ptr qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, o'zgaruvchi nomidan keyin teng belgisini qo'yib 0ptr so'zini yozamiz. Ko'rsatkichning turi u ko'rsatayotgan ma'lumot turiga mos kelishi shart. Aks holda xotira o'qish jarayonida xatoliklar yuzaga keladi. Ko'rsatkich o'zgaruvchi e'lon qilish namunalari. Avval o'zgaruvchi turi yoziladi, yulduzcha belgisi qo'yiladi, o'zgaruvchi nomi yoziladi. Agarda bir tur ichida bir nechta ko'rsatkichli o'zgaruvchi yaratish kerak bo'lsa, har bir o'zgaruvchining yoniga yulduzcha belgisi qo'yiladi. Ko'rsatkichlarni e'lon qilayotganda, e'lon qilingan ko'rsatkichni 0ptr kalit so'z bilan tenglashning ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Buning uchun programmani ishga tushiramiz. Mana ishga tushirilgan programmada ko'rishimiz mumkin. Biz yaratgan ko'rsatkichning 0ptr qiymatga tenglamaganimizda tasodifiy bitta xotira manziliga ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu o'zgaruvchi yangi hosil qilingan va hech qayerga ko'rsatmasligi kerak. Ammo C++ da yaratilgan o'zgaruvchilar olingan xotirani avvaldan tozalamasligi sababli oldingi qiymat son sifatida ko'rinishi mumkin. Keyingi chiqargan javobimizda ko'rishimiz mumkin. 0ptr qiymatini tenglaganimizda uning javobi qat'iy ravishda 0 bo'lib ko'rinmoqda. Adreslash operatorlari va qiymat almashish. Ampersand belgisi manzil olish operatori o'zgaruvchining xotiradagi manzilini o'rnini qaytaradi. Masalan, ptr teng ampersand a deb yozadigan bo'lsak, a o'zgaruvchining manzili ptr ko'rsatkichiga yuklaydi. Yulduzcha belgisi dereferensiya operatori bo'lib, ko'rsatkich saqlaydigan manzildagi haqiqiy qiymatni olish uchun ishlatiladi. Masalan, a barobar yulduzcha ptr deb yozadigan bo'lsak, ptr ko'rsatkichidagi qiymatni olib a o'zgaruvchiga yuklaydi. Birinchi misolimizda init turidagi son o'zgarishi yaratilgan va uni qiymati 10 ga tenglashtirilgan. O'sha son nomli yangi o'zgarish yaratilyapti va uning manzili ampersand belgisi yordamida son o'zgaruvchiga tenglashtirilyapti. Ikkinchi misolimizda dereferensiya operatoridan foydalanish ko'rsatilgan. Bu yerda a butun soni yaratilyapti, uni qiymati 10 ga teng. B ko'rsatkichi yaratilyapti. Uning xotiradagi ko'rsatiladigan manzili a ni manzili berilgan va C ko'rsatkichi yaratilyapti. Uni xotiradagi manzili avval B ko'rsatkichdan qiymatni olib, olingan qiymatni manzilini olib C ko'rsatkichiga saqlanyapti. Manzil olish operatori va ko'rsatkichdan qiymat olish operatorini ko'rib chiqamiz. Bu yerda 5-qatorda butun son qiymati 10 ga teng o'zgaruvchi yaratilgan. Keyingi 6-qatorda esa
ptr nomli ko'rsatkich yaratilib, adres olish operatori yordamida son o'zgaruvchining manzili olib, ptr o'zgaruvchining manzili berildi. Natijada ikkala o'zgaruvchi ham kompyuter xotirasida bitta manzilga murojaat qiladi. Keling endi programmani ishlash jarayonida bu qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rib chiqamiz. Programmamiz ishga tushdi. 8-qatordan 13-qatorgacha chiqarilayotgan ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Son o'zgaruvchimizga 10 qiymatini o'zlashtirgandik. Shu sababli chop etganimizda 10 qiymatimiz chiqyapti. Ko'rsatkichda ham qiymatini olayotganimizda 10 qiymatini ko'ryapmiz. Ammo bu ko'rsatkich bo'lganligi sababli bundan qiymat olish uchun yulduzcha belgisi qo'yiladi. Ushbu yulduzcha belgisi ko'rsatkichdan qiymat olish operatori hisoblanadi. Ularning manzillarini ko'radigan bo'lsak, son o'zgaruvchi o'zi yozilganda faqatgina qiymat qaytarganligi uchun uni manzilini olish uchun manzil olish operatori qo'llanilgan. Ko'rsatkich o'zi avvaldan manzilda saqlaganligi sababli buni o'zini yozish manzilini qaytarishni ma'nosini beradi. Ko'rib turganingizdek, ikkalasini ham manzili bir xil. 15-qatordan 19-qatorgacha yozilgan kodlarni tahlil qilamiz. 16-qatorda biz son degan o'zgaruvchiga 20 qiymatni berdik. Natijada bu yerda ptr o'zgaruvchini ham qiymati o'zgardi. Sababi ikkala o'zgaruvchi ham bitta xotira manziliga murojaat qilgani. Natijada son o'zgaruvchimizni chop etganimizda qiymati 20 chiqyapti. Ko'rsatkich o'zgaruvchimizda ham qiymatni olganimizda qiymati 20 bo'lyapti. 21-25-qator kodlarni ko'rib chiqamiz. 22-qatorda biz ko'rsatkichdan qiymat olish operatoridan foydalangan holatda qiymatini chiqarib, ushbu qiymatga 40 ni o'zlashtirdik. Natijada bu yerda son o'zgaruvchini ham qiymati o'zgardi. Ekranda chop etishni ko'radigan bo'lsak, son o'zgaruvchining ham qiymati 40, ko'rsatkichimizning ham qiymati 40 bo'ldi. Dinamik xotirani boshqarish. Statik e'lon qilingan o'zgaruvchilar uchun xotira dastur ishga tushishdan oldin stek xotirada ajratiladi. Biroq ma'lumotlar hajmi oldindan noma'lum bo'lsa, new operatori yordamida heap xotiradan dinamik joy ajratiladi. Masalan, init yulduzcha ptr teng new init deb yozadigan bo'lsak, xotiradan bitta butun son uchun joy ajratadi va uning manzilini ptr ga beradi. Dinamik ajratilgan xotira dastur tugaguncha yoki delete yordamida o'chirib yuborilguncha saqlanib qoladi. Mavzuda berilgan kodni tahlil qilamiz. Bu yerda struktura yaratilgan. Strukturaning nomi mahsulot va uni ichki maydonlari string turida nomi va double turida narxi yozilgan. Endi programmamizni ko'radigan bo'lsak, init turida son ptr nomli ko'rsatkich o'zgaruvchisi yaratilyapti va bu ko'rsatkich o'zgaruvchiga new operator yordamida heap xotiradan joy ajratilyapti. Dereferensiya operatori yordamida, ya'ni yulduzcha son ptr, uni qiymati 150 tenglanyapti. Dinamik xotirada ajratilgan son qiymati va manzili chop etilyapti. Dinamik ravishda mahsulot strukturasi yaratilyapti. Bu yerda yulduzcha m ko'rsatkich nomi va new operator yordamida mahsulot strukturasidan bitta nusxa tayyorlanyapti. Endi o'tgan darslarimizda ma'lumki, strukturani ichki maydonlariga murojaat qilish uchun biz nuqta ishlatardik. Agarda ko'rsatkichlarni ichki maydoniga murojaat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, chiziqcha katta belgisi, ya'ni strelka operatoridan foydalanamiz va ichki maydonlarga qiymat berishimiz mumkin. Shundan so'ng ushbu kiritgan qiymatlarimizni ekranga chop etyapmiz. Va oxirgi holatda biz dinamik ajratgan xotiralarimizda, ya'ni son ptr va m manzillari joylashgan ma'lumotlarimizni o'chirib yuboryapmiz
va xotira tozalandi degan xabarni ekranga chiqaryapmiz. Programmani ishga tushiramiz. Dastur ishladi va kiritgan ma'lumotlarimizda chiqqan natijalarni ko'rishimiz mumkin. Darsda berilgan topshiriqni bajarishni ko'ramiz. Topshiriqda enta mahsulot uchun ma'lumot yozish mumkin bo'lgan programma tuzish topshirig'i berilgan. Buning uchun biz nima qilamiz? Avval nechta mahsulot borligini aniqlaydigan va saqlaydigan o'zgaruvchi yaratamiz. Yaratgan o'zgaruvchimizga qiymat kiritishni so'raymiz. Endi belgilangan mahsulotlar hammasi uchun joy ajratamiz. Buning uchun massiv yaratishimiz kerak. Massivni yaratishimiz uchun 21-qatorda hosil qilayotgan o'zgaruvchimizda ko'rsatkichlik new mahsulot degandan so'ng turcha qavs ichida nechta mahsulot borligini yozamiz. Bizning misolda bu n. Endi har bir mahsulot uchun ma'lumot kiritib chiqishimiz kerak. Buning uchun for operatoridan foydalanamiz. For initda i teng 0. Indeksimiz n gacha davom etishi kerak va indeksimiz bir dona qiymat bilan oshib boradi. Har bir mahsulot uchun bu yerda ma'lumot kiritishimiz kerak. Men hozirgi mavjud ikkita ma'lumotni olib tepaga chiqaraman. Bu yerda massiv yaratganligimiz uchun mahsulotlarimiz bitta o'zgaruvchi nomi bilan bir nechta bo'lyapti. Har bir ma'lumotga murojaat qilish uchun biz turuvchi qavs ishlatamiz va turuvchi qavs ichida tartib raqamni beramiz. Massivlar bilan ishlaganimizda mana bu strelka belgisini nuqtaga almashtiramiz. Endi bu farqliroq bo'lishi uchun buni i ga ko'paytirib qo'yaman. Har bir kiritilgan ma'lumot har xil bo'lishi uchun. Mana ma'lumotlarni kiritdik. Endi har bir ma'lumotni ekranga chiqarishimiz kerak. Buning uchun yana bitta for operatori yozaman. Bu yerda chiqarish buyrug'ini yozib qo'yaman. Ya'ni o'zi turibdi cout. Faqat men o'zgartiradigan narsa bu yerda ham indekslar, mahsulot narxi. Xotirani tozalashda biz xotira olayotganimizda turburchak qavs ishlatganligimiz uchun turburchak qavs ishlatilgan dinamik xotira ajratishda tozalashda ham oxirida turburchak qavs qo'yiladi. Programma ishladi. Mahsulot sonini kiriting deyapti. Aytaylik 5 ta mahsulotimiz bor. 5 ni yozaman. Ko'radigan bo'lsak, mana bizda 5 ta mahsulot ekranda ko'rindi va beshalasi 5 xil ekanligini ko'rishimiz mumkin narx orqali va xotira tozalanganligini bu yerda xabarni ko'rishimiz mumkin. Uyga vazifa foydalanuvchi tomonidan kiritilgan enter butun sonni saqlash uchun new operator yordamida dinamik massiv yarating. Massiv elementlarning yig'indisini ko'rsatkich orqali hisoblang. Uyga vazifani bajarish namunasini ko'rsataman. Birinchi biz n sonini saqlaydigan o'zgaruvchi yaratishimiz kerak va foydalanuvchi tomonidan nechta massivdagi sonlar borligini so'raymiz. Elementlar sonini kiritilgandan keyin shu elementlar sig'adigan o'zgaruvchi massiv yaratamiz. Har bir massiv elementida ma'lumotlarni kiritish uchun for operatorida ma'lumot kiritish buyrug'ini yozamiz. Ma'lumotlar kiritilgandan keyin elementlarni yig'indisini topish uchun yana bitta for sikli yozamiz. Har bir elementlar yig'indisini saqlaydigan summa o'zgaruvchisini ham yaratamiz. For ichida summa o'zgaruvchimizga har bir massiv elementini qo'shib chiqamiz. Dinamik xotirada ajratilgan massivni tozalaymiz. Ekranga kiritilgan elementlar yig'indisini chiqaramiz. Dasturni tekshiramiz. Dastur ishga tushdi. Elementlar soniga
Misol tariqasida 5 ni kiritaman va 5 ta son kiritaman. 10, 20, 30, 40, 50. Ko'rib turganingizdek programma ishladi va kiritgan 5 ta elementlarimizning yig'indisini chiqarib 150 javobini yozdi. Bugungi darsimizda oddiy ko'rsatkichlarni e'lon qilish va ulardan foydalanish, manzil olish operatori, ko'rsatkichdan qiymat olish operatori, dinamik massivlarni yaratish va dinamik xotira haqida tushunchalarga ega bo'ldik. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada fikringizni qoldiring, do'stlaringizga ulashing.